Alloh kechiraveradi. Milliard gunoh qilgansiz, G'affor Alloh taolo kechirib yuboradi. Yo G'affor, 100 ta aytvaringlar. Yo G'affor, astag'firulloh. Bundan shunaqa lazzat keladiki, voy mashalloh. Agar aytaversanglarchi, qalbingiz shunaqa yayrab kelib, haligi maida-chuyda tashvishlaringiz pastga tushib ketib qoladi. Yaxshi bo'lib qolasiz, o'zingiz ham tuzalib qolasiz. Bundan rohat olish kerak istig'for. Yursilis samaa alaykum midrara. Osmondan Alloh taolo ustingizlarga yomg'ir va qorlarni yog'dirib, kelasi yil dehqonchiliginglar yaxshi bo'ladi agar istig'for aytsanglar. Va yumdidukum bi amwalin va banin. Mol dunyolaringlar ko'payib ketadi, tijoratlaringlar zo'r bo'lib ketadi, farzandlaringlar yaxshi bo'lib ketadi. Beraman. Va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Bog'laringlar, quvvatgan teplitsalaringlar, hammasi zo'r bo'lib ketadi agar istig'for aytsanglar deb Alloh taolo aytayapti buni sura Nuhda.